Assalamu alaikum, Şarkı Türkistanlık aziz kırındaşlar. Dünya Uygur Kurultayı tarafından Germaniyanın München şehri tasdiqlangan Tor televiziyasının bugünkü söhbet programımıza hoş geldinizler. Ben bugünkü program riyasetçisi Ferhat Dönkaşoğlu ben. Oldu bilen hemminizden yürekten salamlayman ve Cenab-ı Allah'ın hemminlarga salametlik, hatırcemlik ve bəxt dilayman. Aziz kırındaşlar, sizlerge ma'lum bolsa kerak. 8 ayının 6 günden başlap Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqi ayrımçılık qarşı turish komitetininki 96. nöbetlik umumiy yig'ini Cenevada başlangan idi ve bu yig'inninki 8 ayının 13 günü ve 13. kunlardagi yig'inlarda maxsusla Xitoyninki irqi ayrımçılık ahvoli ko'zdan kechirildi ve Xitoy 8 ayının 10. günü ve 13. günü məxsus irqi ayrımçılık qarşı turish komitetida Xitoyninki irqi ayrımçılık ahvoli haqida hisob berdi, doklad berdi. Ama qiyomat qopti. Çünkü Xitoy hokimiyatininki saqliqqa tayangan, yolg'onga tayangan, tuhmatga tayangan, tenilishga tayangan, mutamlikka tayangan, o'ktamlikka tayangan bu dokladları ve o'zini aqtishi bu yerda irqi ayrımçılık qarşı turish komitetininki mas'ullarının ve dokladchi xodimlarning qattiq noroziligini, e'tirozini qo'zg'adi. Ve her iki qatimliq yig'inda bu yerda irqi ayrımçılık qarşı turish komitetininki mas'ullari, dokladchi xodimlari Xitoyni ig'ir darajada so'roqqa tortdi. Xitoy hukumati bu qatimki irqi ayrımçılık qarşı turish yig'iniga davlatning yuqori darajalik amaldorlaridan tarkib topgan ve bir Tibetlik ve bir Uygur'un öz içine algan 48 kişilik zor bir vekiller ömrü bilen bu yığınga kelip özünü akladı. Aziz qarindaşlar, bu Xitoyninki irqi ayrımçılık ahvalini ko'zdan kechirish yig'ini da Uygurlar meselesi. Bulupmu Şarkı Türkistan'da Xitoy hükümeti tarafından Şarkı Türkistan tasdiqlagan jazo lagerlari meselesi bu yig'inninki, yani Xitoyning irqi ayrımçılık ahvalini ko'zdan kechirish yig'inninki eng asosli muhim kun tartiblarining biri bo'ldi. Ham Şarkı Türkistan'daki jazo lagerlarida 1 milliondan ortiq Uyg'urninki tutib turilayotganligi irqi ayrımçılık qarshi turish komitetininki ma'mur raisininki ig'zidan chiqdi. Xitoyni so'roq tatqiq vaqtida ve bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki tor betida e'lon qilindi ve bütün dünya matbuotlari eng asosli matbuotlar BDT'ninki tor betidagi bu uchurga tayanib turib, bas-basda Şarkı Türkistan'daki jazo lagerlari masalasini cho'riga oldi, Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi ve irqi qirg'inchilik ahvoli haqida bas-basda xabar muloyizalar berishga boshladi ve bu muloyiza hozirgacha davom qilyapti. Bu qatimki irqi ayrımçılık qarshi turish yig'inida Uyg'urlar masalasininki eng asosli kun tartiblarining biriga aylanishida ve bunun dünyanın asosli matbuotlarininki eng muhim kun tartiblarining biriga aylanishiga bevosita sababchi bo'lgan, vasila bo'lgan ve bu qatimki yig'inga 5 kishilik bir hay'atni boshlab bevosita boshdan oxir qatnashgan Dünya Uyghur Kurultayı'nınki reisi ve Xalqaro Vakolatisiz Millatlar Teşkilatı'nınki ma'mur raisi Dolqun Isa efendimni stansiyamızga taklif qildik. Hürmetlik Dolqun Isa efendim, hoş geldiniz. Ataytan vaqtingizni chiqarib bugünkü sohbetimizga qatnashganligingiz uchun harmag'aysiz. Siz bir haftadan yağı o'tgan dushanbadan tortib siz bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqiy ayrımçılık qarshi turish bu yig'inida bo'ldingiz, ko'p ajr qildingiz, ko'p jafoat tortdingiz. Hurmatli Dolqun Isa efendim, men shundan boshlamoqchi bugünkü suhbatni. Masalan, 8 ayninki 13 günü, yani Xitoyninki irqiy ayrımçılık ahvolini ko'zdan kechirgan yig'inning oxirgi kuni bu yerda Xitoy hukumatine ait o'ktamlarchi bu yerda Şarkı Türkistan'daki jazo lagerlarining mavjudligini butunlay inkor qilish bilan birga bu yerda irqiy ayrımçılık qarshi turish komitetininki mas'ullariga ve ularning doktorchilariga e'tirozini bildirganda bu yerda sizlar vatanimizni bilishga, vatanimizni parchalashga urinayotgan milliy bo'lginchilarning tarafsiz bo'lmagan, dalil isbotga tayanmagan dokladiga asoslanib turib bizni ayblayotsan degan bir gapni qildi. Yani bu yerda Xitoy hükümeti bevosita tig' uchini bu yerda
özünü aklagan vaqtida, yani Dünya Uyghur Qurultayıga qaratdı. Endi bu mesela Xitoyninki bu darajada bo'yjiganda bevosita uchini o'zini aklagan vaqtida bu yerda Dünya Uyghur Qurultayıga qaratishi va bu Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan hozirlangan doklad qaratishi bu nimadan darak berdi? Bu qanday bir doklad sunilgan? Bu doklad qaysi mazmunlarni o'z ichiga olgan? Avval rahmet, bugün yana tekrar bu stüdyoga men taklif qilganingiz uchun. Sizim deb o'tgandagidek, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ERK müdürlüğünü emelden kaldırış komitesi Xitayni toplam 6. qatımlıq gözün köçürüş hesaplandı. Biz 5. qatımlıq gözün köçürüşke dünya kurulup katnaşkan 2009 yılı boğan Ceneva'da. Onun deyinkin aradan 9 yıl ötkendiği için yani bir kadın gözün köçürüş oldu. Bir adamda siz mi degandikidek Xitoy hükümeti bu komite azalarının yani bu komitenin 18 nefer müstakil to'liq salahiyetlik azası var. Her qaysi devlet Xitoylardan kelgan. Şu meseleler bo'yicha mutaxassisleşken salahiyetlik insanlar Birleşken Devletler Teşkilatı'na şu insanlara şu hukukni berdi. Bular hamda faktlarga, hujjatlarga, uzun tadqiqotlar, tekshirishlar neticesinde özü şu Xitoy hükümetin bir doklad sundu bununla 24 betlik. Biz Dünya Kurulu 11 betlik doklad sunduk. Şunda toplam 22 xalqaro teşkilat doklad sundu. Bunun içinde Xitoy hükümetinin terapini tutkan, Xitoy hükümeti kurup çıkan atalmış xalqaro teşkilatlar var. Ulam doklad sundu. Ondan başka müstakil faaliyet ep beriyotgan dünya tarafsizlik bilen tanılgan mesela xalqaro kechirim teşkilatı, insan haklarını kuzatish teşkilatı o'xshaydigan teşkilatlar var, Tibet teşkilatları var. Toplam 22 teşkilat bir yerga doklad sunulgan. Hem de bunun içinde Uygur meselesini asaslık tema doklad sunulgan teşkilat Dünya Uyghur Qurultayı. Biz bu dokladımızı bir qancha aydan buyon şu yıl kirishdan boshlab buningga diqqat qilishga boshlagan. Çünkü Xitoy hükümetinin bu qatımlıq tekshirishda komitet Xitoyning raportini ko'zdan kechirganligini e'lon qilgandan boshlab biz buningga ciddi muomala qilgan, çünkü muhim bir bosqichda. Shu munosabat bilan Dünya Qurultayı biz 11 betlik bir dokladni Birleşken Devletler Teşkilatı'na sunduk. Bu dokladımızda hem de bu dokladni ben köstüp ötey vatandaşlarımızga. Bunun da bu dokladda hem de nurgun maddeler var. Mesela kanun aldığı beraberlik meselesi. Onun deyinkin mesela ami ve siyasi haklar boyunca meselelerin kandak bulavatkallığı. Onun deyinkin yani deyimiz fikir erkinliklerininki, yığılış erkinlikleri meselesi Şərq Türkistan'daki sayahat erkinlikleri meselesi, dini itikat erkinlikleri meselesi ve şundakla til, medeniyet erkinlikleri meselesi, şundakla kamp meselesi hem de asaslık bu kıtımkı nimimizin, dokladımızın mühim bir temisi. Bulup biz müştak 11 betlik doklad sunduk ama Xitoyninki bir yerde köz tutqunu Şinjan'ı Jungu'nun koyundan bölüp çıkış uğrunuyatkan bölgünçü teşkilatlarının dokladını asas kılını Dünya Qurultayı tartıda. Çünkü ula Xitoy hükümeti köz tutuyatkan bölgünçü teşkilat Dünya Qurultayı. Bunu 5. ayının 11. günüsü Birleşken Devletler Teşkilatı'da şu mesele doğruluk 1,5 saat Amerika, Germaniya, Avrupa İttifakı'yla Xitoy otursa qattiq yangizel bo'lgan. Dünya Qurultayı'nın ismini atab durup. Hem de biz bu dokladlarımızı çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı sunulgan o doklad hissiyat bilen yazılgan hikaye emas. Bayaki roman emas, yoki povest emas. Her bir işletken sözümüzge menba ko'rsatishga to'g'ri keldi. Delil isbotlik ko'rsatishga to'g'ri keldi. Şunun için bu dokladni biz 3-4 ay vaqt sarf qilib 11 betlik narsani 4 ay sarf qilib yezib chiqdik ve 6. ayının 20. günüsü biz Birleşken Devletler Teşkilatı'na sunduk bunu. Sungandan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı bu ERK emçilikni emelden kaldırış komitesi bu dokladni o'zining tor betida e'lon qildi. Ama qiziqarli yeri bunun şimdi deb o'tishim kerak. Evet, doğru. Ben bu şunu sormak istedim. Bir arlıqda ilib etdi. Qanday kelam arlıqdan 24 saat ötmey bu doklad BDT'nin tor betidan kaldırıldı, evetildi. Hem bir yerde çünkü Xitoy hükümetinin besimi. Bugün Xitoy hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'daki veto hukuku bo'lgan 5 devletning birisi. Şundaqla keyingi vaqtlarda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın monopol qilishga urinayotgan
Şarkı Türkistanlıklarının Uygur Teşkilatı'nın bulup Dünya Kurultayı'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki faaliyetlerini çekleşke, bizim üyelerinin aldığımız tosaşka şiddet bilen hareket kıvatkan bir reallık mevcut bir yerde. Elbette Tibet Teşkilatları gibi bunun aldığı tosat ama bir yerdeki birinci nokta yani birinci hedef demdik Uygur Teşkilatları. Bular Dünya Kurultayı. Şunun bir yerde 20 saatten gibi bir rapor evitildi. Biz bunu bu komitenin sekreterliği yazdık. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibatlığı yazdık. Birleşken Devletler Kişilik Hukuk Ali Komisarının işhanesi yazdık. Biz 5. ay 6. ayının 22. günüsü bu torbeti ilan kılınan bolsa 23. sıra evitildi. Onun dinkin 8. ayının 6 kişi 7 kişi yığın başlangıçta biz bunun cık mücadelesini verdik. Körüşünü kıldık. Nim için bunun hesabını soraştırıştık. Mening demek şu oldu mesela bu doklatna ait yaxshi dalil sifatli bir doklat sulanıptı. Mesela bu doklatlarla çekilinip kaldığını yoki mesela çünkü bu 8. ayınki 10. günüdeki aldığın cuma günüdeki tunji bu Xitoyniki irqiy ayrımçılık avvalni ko'zdan kechirish yig'inida bu komitetning muavin reisini tatib bütün doklatchilar hammasi ig'ir til bilan hamda Xitoyga maxsus Sharq Turkiston meselesi, jazo lagerlari meselesi, Uyg'ur ma'rifini xitoylashtirish meselesi, Uyg'urlarni dinsizlashtirish meselesi bu o'xshash. Shu Uyg'urlarninki umumiy hozir tatib zulmlarini nayt ig'ir bir şekilde nayt ko'p doklatchilar o'tirib qo'ydi. Masalan, mening bilishimcha 3 doklatchi maxsuslar boshqa temini emas, maxsus Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'ydi va boshqa 5-6 doklatchininki doklatlardimi savollardimi maxsus Uyg'urlar masalasi o'tirib qo'ydi. Bu faqat o doklat tayanganmı ya onundan burun ular bilan bir ko'rishish va yoki keyinda bir mujadala kurash bo'ldimi? Evet, ben biraz ilgili dep ettim. Bunu yalnız Dünya Kurultayı'yla rapor taqdim qilmadik. 22 teşkilat. Bu yerda Hong Kongliklarning bor. Mako'ningki teşkilatları var, Tibet teşkilatları var, Ishki Mongol teşkilatları var. Xitoyning o'zidagi ayrımchilik duch kelayotgan Xitoy xalqining o'zining kişilik huquq faoliyatlarining turmalarga taylanishi, Falun Gong'dan doklatlari bor. Bu yerda hamda hemimiz şahit bulduk. Bir yerdeki bu yığında asaslık tema Uygur meselesi oldu hamda. Çünkü bu bir doklatını sunup qo'yishlarla iş qaşıdığan narsa. Bunun nurg'un xizmatlarini qilish kerak. Biz doklatını sunishning oldidan tatib qisqa şey, hujjatlar bilan bütün komitetlarninki a'zolarining emirlerini, uçur nimelerini qilish orqali ayrı ularga çünkü ular hem aldıraş edemler. Bu doklatlarning hammasini 22 tane teşkilat doklat taqdim qildi. Her birisinin doklat 10 betdan bo'lsa 200 necha betlik doklat degan gap qilibdi. Aning keyin Xitoy hukumatining doklatlari va bularning hammasini o'qib Ondan qilgan vaqt yo'q. Çünkü bular yalnız bu 18 kişilik komitet yalnız Xitoyning ham dokladini ko'zdan kechirmaydi. Mush qatim 96 qatimlik yig'inda 8 davlatning nimasini ko'zdan kechirdi. Shuningga bular u hamma davlatninkini ashnaq ko'zdan kirib chiqarish kerak. Ularni inson hammani yeptinsini o'qib qilamiz. Shuning uchun ularga praktik şekilde hüccetlerine dayangan, ularning diqqatini jalb qiladigan, haqiqatan çatakken bu meseledeydigan bir nimani berishimiz, ta'siratni berishimiz kerak. Onun için biz bunu bir qancha aydan burunlam komite a'zolariga ayrı uçurlarni qilish orqali, ayrim ko'rishishlarni o'rinlashtirish orqali, ularga materiallarni avatish orqali bu hareketni biz boshlagan. Hamda keyin biz dokladni taqdim qilgandan keyin yana biz emirlarni yazdık. Ularga mesela meselenin qaysi meselenin ciddi bo'layotganligi hozirgacha. Bu meselelerni ularning diqqatiga tortish uchun ayrı biz yana kichik bir betlik, 2 betlik uçurlarni ta'minladik. Ve hem de onun aldıda resmi yığın başlanıştım burun. Bu yığın 10. ıslah Xitoyni resmi tatdı. Ko'zdan kechirish başladı. Ama biz 6. ıslahga bardik hem de 4 gün burun bardik. Berip bu yakta 8. ayının 13. günüsü bu komitet a'zolari bilan teşkilatlarning, xalqaro teşkilatlarning resmi uçuruşu oldu. Oldu bilan ular bizning so'zlarimizni angladi bu yerda. 10 necha teşkilatning adamlari bo'ldi, bu yerda davlatlarning vakillari bor, kuzatib bütün komitetning a'zolari bor. Bu yoqda doklad berdik hamda. Bizga har bir teşkilatga berilgan vaqt 5-6 minutdan bir vaqtdi. O yoqda men 7-sida bu komitet a'zolariga asaslık bulup birinci hayati meselenin Uygurlar için hazır şu ceza lageri meselesi bo'lganliklarini. Bu yerda 1 milyondan artık insanın turmada qamalıyotganligini terbiyelash merkezi deb atalgan bu turma hamda bo'lganligini ama
keyinki bu sonliq ma'lumotning 2017-yil 1-oylardagi sonliq ma'lumot bo'lgan. Ammo uningdan keyin insonlarning davomli akirib o'tganligini, chiqqan odamning bo'lmayotganligidan iborat bir reallikni ularga taqdim qilish tirishdik va keyingi vaqtlarda bu sonliq ma'lumotning 3 milliongacha yuksalganliklari masalasini o'tirg'a atdik. Uningdan boshqa shu diniy e'tiqod erkinliklaridan qaysi cheklanayotganligi, sayohat erkinliklaridan qaysi cheklanayotganligi, shu umum bizning taqdim qilgan doklatimizning umum xulosasi nusxasini yana bir qatim ularning diqqatiga tortdik. Uningdan keyin ular o'zlarining kalasi taqalgan savollarni so'radi. Savollarni butun komitə a'zolari u yerda ularga javob berdik. Uningdan keyin biz u yerda shu yig'in qatnashadigan xalqaro tashkilotlar yana yig'ilib qanday shaklda bu masalani o'talaymiz. Biz bu tashkilotlarning ichida dedik, bugun Xitoyda bu ko'zdan kechirish bo'layotgan chaqda eng og'ir masalaning Uyg'urlarning duch kelayotganligini. Shuning uchun oldindan biz xalqaro tashkilotlarni bu masalada qoyil qildik. Xalqaro tashkilotlarni uning uchun keyin masalan seshanba, chorshanba, payshanba kunlari, juma kuni bo'linishdi. Hatto juma kunisi ikki qitim komitə a'zolari uchrashish bo'ldi. Atgan soat 8:30 dan 9:30gacha bir soat atganlik choyda birga bo'ldik. Biz özümüzle demey başka xalqaro tashkilotlarni bu kamp meselesini, jazo lager meselesini ularning eg'izi orqali qildik. Masalan, Xitoydagi kishilik huquq faoliyatchilarini qo'g'dash tashkiloti deydigan bir tashkilot, Markaziy Washington. Ularning mutaxassislari bor. Ularmi bir doklad e'lon qilgan. Tafsilot ularmi bu masalaning jiddiyligini qildi. Ya'ni yalnız Uyg'urlar bilan emas, bu haqiqatan shunday xalqaro tashkilotlarning jiddiy bir safarga masalaga degan signalni berish uchun qildik. Ularmi bu yerda qildi. Hatto Tibetliklarmi Uyg'ur masalasini o'zining dokladlarida, eg'zak nimalarda qildi. Ondan keyin yig'in 3dan keyin soat 3da boshlandi. Biz 1:30 yana Wilson Pressga kelib, yana komitə a'zolari bilan eng oxirgi qatim yana 1 soat uchrashish qildik. Ya'ni shu eng oxirgi shu 4 kun qolg'ich bo'lganligimizda biz komitə a'zolari bilan ayrim uchrashish qildik. Rasmiy uchrashishlar bo'ldi, ayrim uchrashishlar bo'ldi. Ularga aningdan keyin diqqat qilish tegishli. Ularga hali biz osonlik yaratish uchun qisqa notlar bilan, savollar bilan ularni ta'minlashga tirish. Biz emas, boshqa xalqaro tashkilotlarmi buni diqqat qildik. Shunda bir faoliyat jarayonlari boshdan o'tkazgandan keyin bo'lgan bir natija ham bu. Albatta, men bundan shohid bo'ldim. Hurmatli tilzo'r ko'ruvchilar, shu Reisimiz Dolqun Aysa efendim başlıqdaki 5 kişilik heyetinin içinde men bu şununla şahit oldum. Biz şu mesela 8. ayının 10. günü Xitay'nınki bu irqiy ayrımcılık ahvalini rasmi gözden keçiriştim. Burun 3-4 gün nihayet ig'ir uyada bir kurash bo'ldi. Xitoyga qarshi tegmati oq tarafda siz degandek, Dolqun Aysa efendim degandek, o'sha degandan tortib, hatto haqiqatan men ijtimoiy tarmoqlarda dedim, 2 kun osh qolgan vaqtimiz bo'ldi. Deganda masalan biz chorshanba kuni, payshanba kunlari noshta qilmay chiqib, shuning ulgurimizda osh qilsak berib 7-8 soat shu har bir dokladchilar bilan ayrim ko'rishib, boya Dolqun Aysa efendim degandek, yana shu Xitoyninki irqiy ayrımchilik ahvolini ko'zdan kechiradigan kunimi deganda bir qatim yig'in boshlanishdan oz qolgan vaqtda yana bir qatim bu yerda shu komitetninki mas'ullari va dokladchilar bilan eng oxirgi qatim ko'rishib, yana bizning raisimiz Dolqun Aysa efendim mana boshi so'rinda yana to'liqlama ma'lumot berdi. Bir nimani qisqa qo'yib o'tay, men yana bu faoliyatni masalan bu komitə a'zolari har qaysi qit'alardan kelgandan keyin ba'zi komitə a'zolarininki inglizcha nimasi toz yaxshi emas endi. Bo'lgandan keyin fransuzcha gap qiladigan gap ham. Endi 6 xil tilning qaysida gap qilsa bo'ldi-ku. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 6 xil tilning hammasiga butun yig'inning nimalari tarjima qilindi, ammo bizning sungan dokladlarimiz biz inglizcha bo'lgandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining komiteti uni boshqa tillarga tarjima qilishga imkoniyati yo'q ekan. Shuning uchun masalan fransuzcha gap qiladigan ba'zi komitə a'zolari yerda shuni his qildikki, bizning bu dokladlarimizdan to'liq foydalanmagan avval borki. Shuning bilan biz u darhol dokladlarimizni qisqartib, muhim qisqartmalarni elib, uni fransuzchaga tercüme qildik. Vakolatli Millatlar Tashkilotining ishxonasida ishlaydigan fransuzcha biladigan qarindoshlarımizdan, ya'ni Uyg'ur davosi ko'ngil bo'layotgan sabdoshlarımizdan buni yordam talab qildik. Ular fransuzchaga tercüme qilgandan keyin biz buni fransuzcha biladigan, inglizcha yaxshi bo'lmagan komitə a'zolariga ayrim avatib, ularning diqqatini tortishtirishdik. Nəhayət zor bir fedakarlıqdınki nəticəsi, hər bir nəticə təsadüfi oturuğa çıxmaydı.
Bugungi kunda bu masalaning maxsus BDT'ninki amaldorlarning og'zidan 1 milliondan ortiq Uyg'urninki bu kamplarda yetayotganligi masalasi bu tasodifiy qo'lga kelmagan. Bu nihoyatda oq tarafda bo'layotgan boya Dunyo Uyg'ur klubining raisi To'lqin Isa apandim degandek olib berilgan jafoliq bir tirishchanlikning, fidokorlikning bir natijasi ham deb shunday qisqacha bir eskartib qo'yay. Xitoy hukumati irqiy ayrimchilikqa qarshi turish xalqaro ahdnomasiga 1981 yil 12 oyda imzo qo'ygan va imzo qo'ygan davlatlar cho'qim bu BDTning prinsiplari bo'yicha har 2 yilda bir qatim, shunday To'lqin apam, 2 yilda bir qatim irqiy ayrimchilik ahvoli haqida hisob berish kerak. Xitoy hukumati tunji qatim 83-yilda hisob berishga boshlagan, ammo 2009-yilga kelganda bu yerda har xil bahona sabablarni ko'rsatib yetib olgan va 2009-yildan hozirgacha hisob bermagan. 9 yil hisob berolmagan. Bu hamda BDT'ninki bevosita söyleşi bilan, besim bilan va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki e'tiroz norozilik bilan Xitoy hukumati oradan 9 yil o'tgandan keyin nihoyatda cho'ng bir 48 kishilik vakillar umigi bilan kelib bu yerda hisob berdi ve doklad berdi. Ama nihoyat qattiq norozilik uchradi. To'lqin Isa apandi masalan tunji kuni, masalan 8-ayning 10-kuni bu masalan bu yerda Xitoy hukumati 24 betlik bir dokladni sundu, yerda taqdim qildi. Ammo doklad taqdim qilib bo'lgandan keyin nihoyat qattiq bir shu so'roq qilishga uchradi bu irqiy ayrimchilikqa qarshi turish komitetininki ba'zi mas'ul xodimlarining va dokladchilarninki. Shu kundagi ahvol haqida bir qisqacha. Şu anda 10-yılda tertip şunda 3 saatlik bir gözden geçiriş. Birinci saati de Xitay'ınki heyetinin, Xitay vekillerinin ki devletinin resmi pozisiyası yüzünün şu erik ayrımcılıkını emelden kaldırış ahdnamasını qandaq şekilde yaxşı orunluğallığı hakkında naiti haşemetlik bir dokument takdim qildi hamda. Qilgan degan ham komite a'zolari albatta biz takdim qilgan dokumentlar va boshqa xalqaro tashkilotlar shundaqla ular o'zdirmi davlatlarninki e'lon qilgan dokumentlardan xalqaro matbuotlardagi narsalarni qilib tadqiqot olib borgan gap hamda qilib u yoqda hamda jiddiy bir shaklda munozir bo'ldi. Bu yerda bu komiteninki Marogan raporteri hamda alayda raporter deymiz. Bu bütün dokumentlarni tayyorlash bo'lgan. Bu adam yüzünki yarım saatlik dokladni berdi. Onundan başka komiteninki a'zolari va muavin reisleri yerda qildi. Bu birinchi bo'lib söz olgan kishi McDougall xonim bo'ldi endi. O'sha komitening muavin reisi? Komitening muavin reisi yüzü hem de uzun yıl Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mesela az sallıqlarınki alayda raporter bo'lgan, dokladchisi bo'lgan, mustaqil tadqiqotchi bo'lgan, bu masalani xalqaro qonunlarga aytib pishiq bilgan bir xanım hamda. Bu xanım bir yerda birinchi bo'lib mushu Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan Uyg'urlarga bo'layotgan har xil shakldagi irq ayrimchilik masalasini matma-mat bo'yicha o'tirib qo'ydi. Masalan, mushu 1 milliondan 3 milliongacha bo'lgan dedim. Bu odam xanımning ig'izidan chiqdi. To'g'ri. İnsan bugun jazo lagerlarida Bunu sen qaysi qonun asas boyunca tutib turibsan. Sen bana onun ölçüsünü körsat dedi. Qaysi qonun boyunca, qaysi siyaset boyunca, qaysi belgilim boyunca turdu. Bunu biz körsatishing kerak. Ularning jinoyat o'tkazganligiga oid soqchining qonun organlarining dalil isboti bormi deganda. Hukm bormi dedi. Onundan keyin onu tutib akirgandan keyin ularga qandaq bir jarayonlarni, qandaq bir qonun jarayonlarini boshdan o'tkazayotsan. Bu vaqtda bizga doklad ko'rsatishing. Lagerning ichki ahvoli haqidami, qurilmasi haqida ma'lumot berdi. Ma'lumot bergan dedi. Onundan keyin chet eldan qaytarilib ketilgan Misrdan, Taylanddan o'zligidan qaytirib ketilgan va yoki o'zligidan qaytgan Turkiyadan va Malayziyadan mishdan qaytarilgan va o'zligidan qaytgan Uyg'ur o'qituvchilar, muhojirlar masalasida hozircha xabar yo'q. Bu haqda nimalar bo'ladi? Ular haqida bizga ma'lumot berishing kerak. Ma'lumot berishing kerak dedi. Onundan keyin mushu DNA testlari masalan. Onundan keyin Uyg'urlarning DNA testlarini nima qilayotganlik, onundan keyin Uyg'urlarning alaqi taniydigan video yüzün tanıydıgan yukarı seviyedeki texnologiyani Sharq Turkiston sınaq qilayotganlik masalasi. Buni nimaga asoslanib qilayotganliklari. Mushunga o'xshaydigan savollarni so'rdi. Oningdan boshqa yana boshqa komite a'zolari masalan Helena Muhammad degan xonim Mordaniyal dedi, mushu Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligi masalasi. Masalan, ismlarning
Müslüman istimlikleri çekilen demez mi? Bunun nemin kanun asasen kılsa. Uygurların dini itikat erkinliğinin ki çekilişini sen kaysı belgelime asasen çekilevatsa. Ular Müslüman bo'lgani uchun sen ularni tabiiy avtomatik jinoyatchi deb qaramsan. Qaramsan degan. degandek savollarni qildi. Onundan başka Uygur tilinin mesela. Yani başka komite azaları sual sordu. Mesela Xotan'da ötken yıl 9. aydan başlap Uygur tili tamamen emelden kaldı. Qo'sh tillik ma'rif deganim emelden kaldı. Hujjatlar var. Hujjat qildi. Biz şu hujjatlarni da taqdim qilgan. Dedi bu Xotan'da sen muştaq başlapsa. Başka yerde de qo'sh tillik ma'rif ama Xotan'da ötken yıl qilgan resmi Xitoycha bir tillik ma'rifni yo'l qo'yapsan. Bu qaysi qonunga asoslanadi? Xalqaroning qaysi qonunga asoslanadi? Degan masalalardan ciddi savollarni o'tirib qo'ydi. Chunki hamda Xitoy sizim degandek 1981 buni qo'l qo'ygan. Qo'l ahdnomaga qo'l qo'ygan ekan. Hamda dunyoda da muşu komitet, muşu ahtinam boyunca en salayetlik organ. Dünyada bunun salayetlik bir organ yok. Xitoy nisab so'raydi. Xitoy nisab so'raydi. Chunki Xitoy onun qo'l qo'ygandan keyin javob berish majburiyati bor. Albatta. Shuning uchun dedi 48 saat mühlet berdi ve muşu savollarni dedi sizlar dushanba kuni javob beringlar dedi. Bir adam da hakikaten bütün komitenin azaları degandek tabii başka meseleler müzakere kılındı. Mesela Tibet'ninki meselesi hakkında sorularımı soruldu. Hong Kong'daki meseleler, Mao Kong'un meselesi mesela. Anandikin Mao, Şimal Koreyalik nimeler, Multiciler meselesi, ya Xitoyninki Şimal Koreya qaytırıp ketayotgan meselesi. Ama asas talaş tartış bir yerde şu Uygurlar meselesi. Uygurlar meselesi de oldu. Dolkun efendim degandek televizyon görüşçüler şu 8. ayın 10. günü Xitoy dokladını verdi ve nayet ağır soğallarını oturup koydu. Xitoy hükümeti şeyde biz bu soğallarına 8. ayın 13. günü Düşenbe günü ettigen saat 10'da cevap vermeyiz dep qildi. Endi bu Xitoyninki qandaq javob berdiganligi, endi bu xalqaro matbuotlarniki ait qattiq kishilik huquq tashkilotining yomon qiziqishini qo'zg'adi. Qanday javob beramiz savollarga? Deydigan bizdimi bir alomat, bir hayajon bo'ldi, bir jiddiychilik bo'ldi. Bu orliqda xo'sh, shunday qilib biz dushanba kuni raisimiz Dolqin Aysa apandimninki boshlamchiligida 5 kishilik hayat yana biz kirib o'rnimizni oldik ve Xitoy hukumati bu yerda hisob berdi. Hisob bergandimi, bu yerda butunlay taktik qo'llanadi. Nima taktika? Yolg'on aytish, tenivilish, töhmet chaplash taktikasida butunlay inkor qildi. Dolqin apandi masalan bu hisob bergan vaqtida savollarga javob bergan vaqtida endi bu nəhayət qattiq g'azabni qo'zg'adi bu dokladchilarning-da, BDT dokladchilarininki hamda komitetininki mas'ullarininki. Chunki Xitoy hech bir savolga javob bermadi. Butunlay ko'zini paqirtib hatto dedikin bu ham zaldagilar kulib ketdi Xitoy javobini berganda bizda jazo lagerlari deydigan narsa yo'q. Bizda faqat ishga o'rinlashishdan burun kasb o'rganish kurslari markazlari bor. Biz Uyg'urlarning ma'rifini hech bir zaman cheklamadik. Biz faqat qo'shnilik ma'rifini yo'l qo'yyapmiz. Aqchi, ko'kchi diniy e'tiqod erkinligiga nihoyat hurmat qilyapmiz. Ular diniy e'tiqod erkinligidan Uyg'urlar bahramand bo'lyapti. Bu gaplarni qilgan vaqtida zaldagi kishilik huquq, kuzatib turgan kishilik huquq tashkilotlarininki bu yerda xodimlar, mas'ullari nihoyat zangli qilib, mazaq qilib kulib ketdi. Endi bu yerda siz boya o'tirib qo'ygan masalan shu irqiy ayrımchilik qarshi turish komitetininki Maun raisi xonim nihoyat g'azablandi. Bu shaxta mesela şu Xitoyning şu öktemligi hamda bergan javoblari sizcha qandaq bir aldı, qandaq bir ta'sir qoldirdi mesela bu inkor qilishi butunlay? Aslında Xitoyning hamda bu kamp meselesinde elbette nima deb javob so'ragan savollar meselesinde qandaq bir javob berish bütün matbuotning dunyoning diqqatini qo'zg'agan bir masala bo'lgan. Biz mi onunga nima deb javob beradi deb o'ylagan, ama Xitoyning ashundaq rad qildiganligini biz pek hayron qolmadik. Bizning ideviy tayyorligimiz bor. Chunki Xitoy agar bu masalani bizda bor desa, chunki bu 1 milyon 3 milyongacha inson. Onunla cevap veriş doğru keldi. Sen 1 milyondan 3 milyongacha insan Xitoy zaten dedi. Biz de terörizmin kurbanı dedi. Biz bularning ideyasini azat qilishimiz kerak dedi. Bexatarlik uchun deydi. Şinjan xalqininki xotirjam hayoti uchun ba'zi jinoyatchilarni jazoladik deydi. Ama bu davlat qo'pab 1 milyon 3 milyon adam jinoyatchi olmaydi. Demak o kampni men e'tirof qildim degan gap, o 3 milyon insonni sen beguna nurg'un savol chiqadigan gap. Xitoy shuning uchun bu yerda qanday qildi? Ko'zni yumiblam
ko'zni yumiblam, yo'q, bizda unday narsa Yo'q, yo'q deb turib oldi. dedi. Biz bunda deydiganligimi bizningki uchun bak hayron qilarlik masala emasdi. Ama bunun hayron qilarlik tarafi komite a'zolari bo'ldi. Bu komite a'zolari hayron qoldi. Аңағыр құлас доклады demişler dedi. Komite a'zolari. Dedi ki, sizler bizim hiçbir sualımıza cevap vermediniz dedi. Hiçbir sualımız kanaatlik cevap vermedinler, misal göstermedinler, paket göstermedinler, sallık malumat göstermedinler. Hazır kopa bizde bunda kamp yok, ceza lageri yok değildiğim bolsa, o zaman bu 1 milyon adam nerede? Neymiş kıymatkan? Eğer 1 milyon adam yok desen, o zaman kanca adam başladı. Buna cevap verişin gerek dedi. Hem de bir yerdeki Xitay hükümetinin bu közünü yumuplam red kılış, nemesi bu komite azalarının hakikaten komite azalarının ki en ahırda ki Kürt diyen yani bir raportörünün ki dokulatçısının sözü dedi. Sizler biz geçerken hemkarlaşmadınlar dedi. Hemkarlaşım. Bizde hakikaten çok ümitsizlikle. Hayal kırıklığı uğrattınlar, bizni afsuslandırdınlar dedi. Bunda aşulamdı. Hemen inkar kıldığın siyaset. Hemen siyasetini kıldığında. Bu bunda hemkarlık bilen bombaydı o dedi. Çünkü Xitay yerde hiç nemini kabul kılmadı. Doğru. Hiç nemini kabul kılmadı. Ama bu nemini keltirip çıkardı dese demek bu bir sır emas. Xuddi Xitayning bu yalğançılığı, xuddi köp gündüz bir quyoshni, osmondagi quyoshni yo'q, bu qop-qorong'ulik deb quyoshni shu yuzni to'sib olgandagidek bir bu bir reallik bugungi kunimizda bu bir reallik endi. Chunki buni rad qilib olmaydi. Bugun butun xalqaro matbuot, onun için mi Tönegün'ün yakı bir yerde xalqaro matbuot mayli CNN bo'lsin, BBC bo'lsin, Reuters bo'lsin, IP bo'lsin, Germaniyaningki CDF bo'lsin, ARD bo'lsin, butun xalqaro kanallarda, televizyonlarda, gazetlarda bu mesele bas bilan xabar qilinadi. Neymişqa? Bu bir reallik. Bu yuşuğulu bolduğan bir reallik, bo'lmaydigan bir reallik endi. Bu yani alqib ketgan bir aval. Bunun nurgun paketleri var. Nurgulgan şu kamp jaza lagerida yetişip çıkan bir az bolsunmu? Ama Kazakistanlarga chiqib xalqaro matbuotga uni jonliq shahid oshkorlar va Uyg'urlardan bor. Chet ellarda 10 necha ming inson bormi Yevropaning o'zida. Amerikada va bu chet eldagi Uyg'urlarning %99% vatandaşlarımızdan atalı, urtuqallı bu kamplarda bunu matbuotlarga da'vatidi. Chet ellik mutaxassislar buni da'vatidi, muxbirlar berib da'vatidi, ko'chalarda adam qamag'anligini yozayotidi. Demak, bu ne yuşug'ul bo'lmaydigan bir reallikda. Shuning uchun bu Xitoyninki bu narsani deyishi bir külkilik bir. Avval bütün dünyani hayron qildi. Biz hayron qolmadik, ammo bütün dünya hayron qildi. Demak, biz yillardan buyon Xitoy hukumati yolg'on gap qotdi. Hakikatni yushurdi deb kelgan, dunyo ishongan bir qismlarga biroz savol bilan qaragan, ammo o'zi shohid bo'ldi. O'zi bevos shohid bo'ldi. Bütün komitetining a'zolari ular shu shunchalik afsunib ketdi. Shu Abdalik xuddi alaqi ahmoq qilinayotgandek bir nimaga his qildi o'zini. Alaqi shunga komitetninki ma'mur raisimi u yerda nihoyat vaqirab ketdi-ku. Masalan, sen bu kamp jaza lagerlar meselesinde bu sen ne kılıvatsan bu cevap ben bunun kadar vakırdı avazını xili yukarı götürüp vakırganda hem de u yerda komitetninki reisinin riyasatçı kılıvatgan nemisi onu hem de biraz avazını dem kıldı ama nihoyat açık g'azabi xuddi ahmoq qilinayotgan bir manzilga chiqib qoldi. Haqiqatan ayt keskin bir jang bo'ldi. Hamda bu yerda masalan Dolqan esa efendim stansiyamiz ba'zi inkaslar keldi Tönegünning yog'i. Manga keldi deydi hamda shu yerda shu Xitoylar söz qilayotgan vaqtida, yolg'on aytayotgan vaqtida qurultayning sizlar 5 kishilik bir hay'at turib, shu yerda vaqirab ularning shu gapini kesib, gap qilib qo'ymasligini kerakdi. Bo'z berib zuvoniga urishingni kerakdi. Bu nima deb bu Xitoyning u yerda valoqlab, yolg'on gap qilishi qarab o'tirsizlar. Deydigan inkaslar bor. Bu vatanparvar qarindoshlarimiz alaqi samimiy bir nima bilan bizga shu inkaslar qilyapti. Bu vaqtdan bir izohat bersangiz masalanda hamda qarindoshlarimiz haqiqatan hamda bu aytdi. Nima ama shu izohat berish ne talab qilgan ba'zi qarindoshlarimiz bo'ldi albatta. Bu vaqtimi bir hem de o dediğiniz doğru. O karındaşlarımızın hissiyatını düşünüş mümkün. Bu köreş her zaman hissiyat bilen olmaydı. Paketlarga tayiniş gerek. Elbette. Xalqaro qonunlar va o'lchamlar bor. Bugun Xitoy o'zining dunyoda shundoq bir super kuch iqtisodiyotda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 5 davlatning birisi. Hech kimga shundoq bir qudratli davlat degan vaqtning o'zida, ammo xalqaroda bir qonun o'lcham bo'lg'achqa Xitoy kelib javobgarlik tortilyotdi.
javob beryapti. Bo'lmasa Xitoy qopab, "Nima sen?" desa bo'ladi. Chunki bu yerda Xitoymi shunda qudratli turibmi, yuzida turib, oyatdagi qonunlarga rioya qilish majburiyati his qilib kelyapti. Hamda yerda qopib biz balkim shuna deyalishimiz mumkin. So'zlayotgan vaqtimizda vaqiraplab, "Ey, sen yolg'on gap qotsa" deb. U 2 minutlik davom qildigan bir hodisa. Bu yerda u Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nimasi xilof, protokol xilof, qoidasi xilof bir harakat bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan bizni yerda bizning saqchilar tutiblam achkitdi, 1-2 minutlik qahramonligimizni ko'rsalaymiz. Bo'g'iliq da'vo bo'ladi. Ko'rsalaymiz. Bu orqali balkim qahramon bo'lishimiz mumkin, ammo bu da'vo undaq 1-2 minutlik qahramonlik bilan mangadigan da'vo emas. To'g'ri deysiz, to'g'ri. Uningdan keyin dunyo quruldi. Zaten Xitoy hukumati dunyo qurultining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan deb o'tdim-ku, qanda oldimizni to'sash uchun. Hatta mushqatim bizga shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirish kartimiz, chunki dunyo qurulti nomidan kirdik biz bu qatim kartimiz elib. Mushunga kirgizmaslik uchun Xitoydagi bir davlat asli qo'ldan kelib bizni to'sab qo'ya olish kerak. Zaten shuning harakatini qildi. Ammo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bir qonun, uslub, protokol bo'lganligi uchun Xitoyning kuchi ma'lum yagicha. Chunki bizni to'sab qolamiz, qatnashdik. Bo'lmasa shunda Xitoyning 49 kishilik bir hayat kelgan, shunda o'zining kuchi deyotgan bir yerda bizni Xitoyning nazari terrorist, bo'lgunchi, bu guylarga hech nima emas degan bir tashkilotning odamlarining ko'ziga qadilib o'tirib savolga tortishingizda Xitoydagi bir davlat hazm qiladigan bir masala. Ammo bizning boshlar bilan teng o'tirishimiz. Ammo u hazm qilmaydi, majbur. Shuning uchun nima Xitoymi shu protokolga rioya qildi. Hatto men berib 7-yilda doklad berganda Xitoy elchixonalarining odamlari va ulam qilib, "Ma yolg'onchi, ma yaqvatdi" deyanmidi. O'zingiz fikri navbat kelgan chog'ingizda dedi. Ammo Xitoy so'z vaqtida o'xshashmi? Bizmi xalqaro qonunlarga rioya qilish to'g'ri keldi. Albatta. Bir qatimliq nim bilan davoni oson uni qilish. Ammo bu uzun yillik jarayonda mushuna xalqaro qonunlarga, o'lchamlarga rioya qilish orqali biz shu sorunlarga shu ustalik kelib o'tiryapmiz. Endi tamom bir qatimdan vatan ozod to'kistig'imiz masalasi ko'p qanday u qahramonlikni biz qila olamiz, ammo uning bilan emas. Bu davomli u yerda unda qilgan bo'lsak, na Xitoyning o'ylig'indagidek mana bular degan mushuna nimalar qonunlarga rioya qilmaydi, o'jitni qilmaydi degandan bizning uningdan birdining ikkinchi qatim u sorunlarga kirish nimamiz tugaydigan gap. Shuning bu masalani yurtdoshlarimiz balki tushunmaydi. Uning to'g'ri, bu vaqt izoh berish berganingiz yaxshi bo'ldi, chunki ba'zi qarindoshlarimiz biroz oddiy o'ylaydi ekan masalani. Chunki biz Xitoyning hisob so'ralsa, BDT so'raylar. Buningdan boshqa bir kuch yo'q. Xitoyning bevosita o'tqazib oldigan hisob so'raydigan, chunki o'zi imzo atgan kelishimlar ninki modelleri bo'yicha hisob berish majburiyati var. O'zi imzo atgan hamda. Bundan bir sharoitda bizni masalan 5imizning aşağıda o'tirishimiz u zal biroz kichik. Zalga masalan damlish qahva ishkil chiqqan vaqtida Xitoylar bilan bo'rimizga tegishib ketdi aşağıda. Uningdan keyin yana az qarindoshlar shuni eslatib qo'y, hamda Xitoy aşağıda bizni quturtish uchun, birning g'azabimizni qo'zg'ash uchun butun nimani qildi-da hamda aşağıda. Masalan bu yerda shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki maxsus shu sekretarilik yana qo'g'daydigan soqchilarninki mas'uli maxsus Dolqin Aysa apandimni uning bexatarligiga kapolat qilish uchun maxsus Dolqin Aysa apandim bilan birga bo'ldi. Doim kuzatibdi. Albatta yig'in zalidimi bizni nazorat qildigan maxsus Uyg'urlarni ishga soqchi qo'ydi, davomli bizni qarab turdi. Endi Xitoylar bilan o'tirsa bu to'qinish chiqib qolmasin deb. Chunki Xitoy nayt qutratdi, nayt g'azimizni keldi, levimizni ishlab, tishimizni ishlab, bu BDT yig'inninki tashkiliy qoidasiga, nizomnomasiga hurmat qilaylik. O'zimizning madaniy angliq bir millat bo'lganligimizni ko'rsaylik bu yerda. Chunki bu da'vo siz degandek 1 kunlik, 2 kunlik da'vo emas, uning uzun muddat salomatligini ko'rsatib, nayt savr qildik hamda. Hatto shu darajada razillik qildiki, Xitoy hukumatiga biz zalning ichida ajratgan ya ayrim zaten. Ammo bizning bu shu kuzatuvchilar asosan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Tibet tashkilotlari va boshqa NGO'lar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining o'tirdigan yerigimi at deganda 2-3 soat burun mushu Shveysariyadagi Xitoyning elchixona xodimlari, konsul xodimlarining hammasini at deganda berib, bizning o'tirdigan yerimizning yerimini kelib olganda endi. Uningdan keyin bizning Uyg'ur delegatsiyani o'tgan ya'niki ikki tarafiga konsulning odamlarini o'rlashtirib qo'ydi. Hatta biz aşağı resim tassak mı bizim çakallarımı Xitoylar oldu aşağıda saksılarda aldığımızı yüzgürep geldi. Şu derecede bizni kuturattı. Ama biz kuturmadık. Ya biz umum davanın ki Dolqin Aysa efendim degende umum davanın salametliğini gösterdi. Hem de hürmet Dolqin Aysa efendim hem de bu mesela bu 48 kişi vekiller ömrüde bir Uygur bağımdı. Bu atalmış Şinjan Tip Üniversitesi'ninki müdürü Kayser Abdülkerim.
Qaysar Abdukerim. Endi bu yerda bir guvohlikdan o'tgan bo'ldi. Xitoyninki siyosatini maqtab, ko'kka ko'tarib, har millat xalqına ait inoq ittifoq baxtiyorlik ichida yashayotidi, hech qanday besim yo'q aqchi ko'ksi dedi. Endi bu Qaysar Abdukerimninki bu so'zimi ijtimoiy taratqulardimi, chet el matbuotida keng doirada berildi. Endi hozir ijtimoiy taratqularda sosyal medyalarda bazı Uygurlar sosyal medya aktifleri bunun resmini mahsus çıkarıp bunu hain, milli, münafık deb e'lon qilib, uning tarjimalarini datib berib, nimaga hamdi. Bu Qaysarga masalan uningga qanday qaraysiz? Uning bu hayati ya og'irligi, uning doklati va xalqimizningki ijtimoiy taraflarda uning qaytuga inkosi. Şu Xitoy endi bizni yolg'onchiga chiqarish uchun bütün tirishchanliklarni, har xil taktiklarni ishlatgan gap. Shuning uchun bu qatim bir Tibetlikni, bir Uyg'urni bu hayatning ichida akapti endi. Bu tunji emas. Shu 2009-yilmi o'xshash shaklda ko'zdan kechirgan vaqtimizda bir Uyg'ur bir Tibetni akagan. Bu qatim endi mushu Qaysar Abdukerim deydigan tibbiy institutninki mudirini bu hayatning ichiga akapti. Endi bechora inson deyman, bechora inson deyman. Endi Xitoy uchun bugünkidek bir kunda balkim og'rib qolib kelmasligi mumkin. Uni akamiz yana bizni akilishi mumkin. Demak, shuning moyilligi bo'lgan. Yani bugünkidek Uyg'urlarning u bilmamdi. 3 milyon insonning o'zining xalqining, o'zining qanidan, jenidan bo'lgan xalqining turmalarda azap chekayotganligini siz bilan bizda yaxshi bildi shardan kelgan. Ama demek Xitoy aşındaq munofiqlarni, xoinlarni har yerni topalaydigan gap. Çünkü bir kelmese başkasına keladi. Çünkü şunun moyilligi bu. Ba'zi majburiyatdan kelishi mumkin, ba'zi xohlab kelishi mumkin. Bu odamning ishchiligini biz bilmaymiz. Ama aşağıda biz ayakta kopup Uygurlarning manfaati uchun kurash qilyapmiz. O ayakta kopup Uygur turib Xitoyning manfaati uchun xizmat qilyapti. Chunki shuni qilishga vijdon chidab turib qo'yadi. Biz demin işlerde küçük kaldık bizni görüp ama şunçilik gelip ki şunda bir eğer o yüzüge şunda işengen bolsa Xitoydagi bir kudretlik devletning aqamda bad gelgen bolsa bizden çekinmeyip salam kılalish kerakdi. Biz salam salam kıldık. Selamünaleyküm Qaysarjon desak gap qilmay aqsam qaray ding 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 kirib ketib bardi. Bizni görüp közlük kaçırıp takkıda Xitoy delegatlarning ichiga damilishdan nima qilsa kirib ketib bardi. Yani biz bilan bir salamlashish, nima qilish jasoratni ko'rsatmadi. Demak, kudretlik bir devlet aqamda bor degan bilan u yerda bechora shu mushukdek shashqandek qechib yurdi endi, qechib yurdi. Demak, Uyg'ur Xitoy hukumati ashuna Tibetlikdan birini akapti. Uni hamda nima deymiz? Uyg'urlarning bugungi kunda o insonga hamda Uyg'urlar boshunda qaylarni tanib olish kerak. Bunda munofiqlarning Uyg'urning ichida. Chunki ba'zi deydi Uyg'urning 100% uyg'onib ketdi. Uyg'onganligi rost millatning, ammo yangi Xitoyga jon jahli bilan xizmat qilish orzusi, istigi bilan xizmat qilayotgan Uyg'urlarning borligini xalqimiz bu misol orqali unutib qolmaslik kerak. To'g'ri deysiz. Dokumentdan oxirgi demam savolim. Masalan, hozir shu Xitoyning irqiy ayirmachilik ahvoli ko'zdan kechirilgandan buyon bu butun chet el matbuoti eng cho'ng masalan CNN deymiz, BBC deymiz veya Reuters her qaysi agentliklar, cho'ng agentliklar Germaniya matbuotlari bor buning ichida. Birozdan keyin yana Germaniya asosiy nopozlik matbuotiga siz nima berasiz ma'lumotingiz. Bularning bu darajada qo'zg'alib eng asosiy ko'tarib ko'tarib chiqishida qurultayning biroz bir roli bo'ldimi? Uningdagi Xitoyninki bu inkor qilganligi butunlay bu jazo lagerlari masalasini emas, butun aşağıdaki zulmlarning hammini mag'aribni xitoylashtirish, dinsizlashtirish va boshqa elbette ilam to'xta masalasini o'tirib qo'yildi. Uningga javob bermadi. Bu Xitoyning bu yuzsizlarcha butunlay inkor qilish bu siyosati buningdagi qandaq bir zanjirsimon inkas paydo qiladi matbuotlarda yoki BDTninki bu irqiy ayirmachilikka qarshi turish komitetida. Biraz ilgari deb o'tdik, Xitoyning buni rad qilishi biz uchun hayron qilarlik narsa emasdi, ammo deb o'tgandagidek komitet a'zolari hayron qoldi. Butun xalqaro hayron qoldi, dunyo matbuoti hayron qoldi. Uning uchun bu qiziq tema bo'lib ketib qoldi. Chunki buni bu shunday bir aniq bir reallikni Xitoy qo'rqmay turib yo'q deyali demasmi? Yoki ozroq bormi demadi, yo'q dedi. Yo'q dedi. Demak, buning natijasi nima bo'ladi desa, demak Xitoy bu yerda yo'q dedi, bir qatimliq tekshirishdan o'zini qutqizib qolgandek bo'ldi. Ammo
bununla 13. yılda tügümeydi bu. Bu komite azaları yerde saçlagan yüzdek sual var. Yüzdek sual var. Bunun bir kısımlığı cevap berelidi. Kagallarga hem yazmış şekilde cevap berdi ve bir yıllık mühlet bilen Xitay hükümeti bu komite azalarının suallarına bir yıllık mühlet var. Cevap beriş gerek. Ular cevabını alırdı, sürüşünü kıldı. Hem de bu iş artık bizden hele dünya kurulunun Uygurlarının bu meseleni aklaş nimimizin çıkıp gitti. Hazır bir yerde Xitay hükümeti Uygurlarla yalgancı emez, dünya kurulunla yalgancı emez, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yalgancı davatıdı. Halkara matbuatın yalgancı davatıdı. Halkara teşkilatların yalgancı davatıdı. Devletlerini yalgancı davatıdı. Demek matbuatlar, demek hem medemni yalgancı diyen gap bütün dünyanı yalgancı deyip özünün aldığı aldı. Demek bir yerde hem de bunu aklaş, yalnız bizim vazifemiz emez. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın vazifesi, devletlerin vazifesi, halkara teşkilatlarının vazifesi oturup çıkıyordu. Bu yığının neticesi bir yerde hem de demek. Hem de bizge düşken vazife nime dese demek bu reallıktan şunu göreleyimiz ki bizning vatandaşlarımız tehi bizden kıldığan işimiz aldığımız diken. Biz şunu his qilib keldik. Onun için biz tünegin qaytib keldik, dünya kurultayı reislikning yig'ini chaqirdik telefonda. Akşam qaytib keldik 5'te, saat 8'de biz dünya kurultayı reisligining yig'ini chaqirdik. Bu mesele müzakere qildik. Ne müzakere? Nimani müzakere? Çünkü tehi biz bunun tecrübelerini yakilishimiz gerekken, qilish işimiz varken bir yerde teşkilatlarının üstüge düşken vazifeler varken, halkımızın üstüge düşken. Çünkü Xitay hazır yakta red qilgan diken, endi bütün Uygurlar biz 4. ayının 27. günü Avrupa Komisyonu'nun aldığı 5000 kişilik namayış ötküzdük. Ötküzüp biz 10.000 kişilik bir dokulat nemini imzanı ve adamların dokulatını tayarlap arxip şekilde komisyonga demek yoğan. Ama biz toplayalığan adamın sani min yetmedi. 680 nefer oldu. Onundaki yanı toplavatadımız hazır 750 etrafında oldu. Ama Çetellerde Avrupa'nın %10.000'dan 15.000'e qeyrinişimiz var. Hemimizden uruk tuqqan içinde. Çetellerde var. En azında 1 milyon adam degen kemiz demek. Xitay bir yerde küzü yumbağan iken bütün vatandaşlarımız oygunup aktiflik bilen yüzünün uruk tuqqanlarının isimlerini, resimlerini bizlerge takdim qilish kerak. Biz bunu Birleşken Devletler Teşkilatı'na aşı bizden üçün sual soravatkan mutaxassislarga pak takdim qila alaydigan bir qolumuz hüccet bo'lish kerak. O 600-700 nesli bilen buludu ama o yeterlik emez. Şunun için bu yerde vatandaşlarımızın üstü güçlüğüne mecbur var. Onun deyinken her kandak yerde Uygur yüzünün ata-anasını, uruk tuqqanlarını kıvatıdı bazı qarindaşlarım. Esirmeden çıkıp ayrım kişilik namayışlarını qilish arqılı, dünya imzalarını toplaş arqılı bunun derdini koydu. Yani bunda hareket başlaş gerek. Hem onundan başka bir yerde hem de biz akşam şunu yığınımızda müzakere kıldık. Bütün bu demek aldığımız yüküllerde Xitay hükümetinin bu yalgancılığını dünyaya maddi paketler bilen köstüş ve yanı kandak hareketlerini ipar alayımız. Məqsədə 11. ayda biz bütün Şərq Türkistan təşkilatları rəhbərləri, fəaliyyətçilər, ziyalılar, yaşlar, dini mütəvərlər, alimlar, ayallar, yaşlar hemmisinin vekillerinin katılışıyla bir istişare kılıp bir milli kengeş çarpış zürriyetini iskıldık. Çünkü hemimiz yıkılıp hem de toxta. Biz hazırlıkçı mamamayışını kılalıdık. Xitay red kıvatıdı bunu. Xitay red kıvatıdı. Bunun neticesinde oldu. Hem de bütün teşkilatlar, bütün nemeler meselesi bunun deyinki nemi kılalayımız deyip topumuzun üstüne koyup ciddi bir oylaştırgan, müzakere kılıdığan, ortak bir yol tüzüp çıkışkanın zürriyetini his kıldık. Şunu akşam biz bu meseleni müzakere kıldık. Aldığımız küllerde bunun gün tertibi ma'lum bulundu. Kılıp 11. ayda bütün diyendikte her sahaya, hatta bizim ticaretçilerimizden tatip hemmisini çağırıp başka yerlik milletler, Kazaklar, Moğollar hemmisinin katılışıyla bir milli istişare, milli kengeş ötküz zürriyeti oldu. Bunu plan kıldık. Onundan başka hem de yana Birleşken Devletler Teşkilatı'na bu meselemizni çünkü bu kadın bir namayış ötküzdük. Biz çağırık ilan kıldık. Hem tatil sebep bilen, o sebep bilen ve bu çağırıkның kıyınki vaktlar. Çünkü onunki gün tertibi 6. saat, 10. saat görüşemdi, bunun 7. saat diye kılıp enik bulmağaçka biraz müddetten burun biz çağırık ilan kıldık, biraz kınaldık. Şunun gibi namayış orlaştırdık, kıldık ama biz arzu kılan şekilde köp insanlarımız kelenmedi hem de. Biz onlardan rencimeyimiz çünkü vakit kısa olup kaldı.
Ama bunundan şu tecrübeni kıldık ki demek Birleşken Devletler Teşkilatı 11. ayının 6. günüsü Xitoydagi kişilik hukukunu umumyüzlük gözden geçiriş oldu. 5 yılda bir bolduğan. Biz bunun dokumentlerini tayyorlavatımız, zaten tavşırdık. Demek aldığımızda çok bir fırsat var. Doğru. Bununki gün tertibi 2 hafta ilgili ilan kılındı. Demek Xitayni 11. ayının 6. günü Birleşken Devletler Teşkilatı yeni bir katım sorak tatıdı. Bu bizim için çok fırsat. 3 ay vaktimiz var. 11. ayının 6. günüsü Dünya Kurulu bu kararını aldı. Birkaç günün içinde resmi yazmış şekilde oturuşun çıkarımız. 11. ayının 6. günüsü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldı da Kutlu Brüksel'de ötküzgen 5000 kişilik namayişliktek ve hatta onun zor kölemde bir namayişini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldı kılımız. Bu vaktimizde dünyanın hem yerden 10 bin Uygur aşağı yığıla alırsak, o devletler 193 devletinin vekilleri oldu. Net yüzlügen halkara teşkilatının oldu. Bizim için söz kılan Xitay kopap yak degen aşı komitetinin azaların buldu. Ulağıma bana kara. Sen yak davat attın, yak desen muşunçi insanın yalgancı olamdı o. Mana ama ispat. İspat deydiğen, özümüzü ispatlaydıgan bir meydan aldığımız günde bizi iki vatıdı. Şunun için bir yerde hem teşkilatlarının üstü küçükken vazife var, hem vatandaşlarımızın üstü küçükken vazife var. Şunun için hem vatandaşlarımız hem teşkilatlarımız teyar duruş gerek aldığımız gündeki. Rahmet Dolkun İsa Efendim, belki aldığım malumatınız için aziz kırındaşlar. Dolkun İsa Efendim'i de öttendi 11. ayının 6. günü bir yerde Xitay'ınki kişilik hukuk meselesi umumyüzlük gözden geçirildi. Elbette 200'e yakın devletninki vekilleri bir yerde kilidi. Bütün dünya matbuatları şu yerde, bütün halkara teşkilatlarınki mesulleri vekilleri şu yerde. Bu hem de Uygur halkı için nayet yaxşı bir fırsat. Özümüzдің derdini anlatadigan ve özümüzдің narazılığını ispat kıldigan. Şuna 11. ayının 6. günü buladigan bu namayış Birleşken Devletler Teşkilatı oldidagi meydanda janvadagi buna ait bir muhim. Albatta bundan keyin yana biz maxsus mush namoyish haqida qarindoshlarimizga safarbarlik chaqiriq barimiz konkretni talablar haqida bugun bir oldin uchur berib qo'yildik. Bu yerda yana birisi raisimiz Dolqun İsa Efendim ait muhim bir masalani o'tirib qo'ydi. Çünkü Xitoy bu Sharq Turkistondagi jazo lagerlaridan emas, bütün selayotgan zulmlarni butunlay inkor qildi. Endi Xitoyga qarata qanday bir yangi istiqrotga yo'l qo'yamiz ve bir jazo lagerlarining boldiroq taqilishini qo'lga keltirish uchun qanday bir umumyüzlük millat sifatida safarbarlik qilamiz degan maqsad g'oya bilan xuddi Dolqun İsa Efendim degandek bütün tashkilotlarning mas'ullari, shundaqla diniy zotlar, ziyolilarimiz, ayollarning vakilleri, yoshlarning vakilleri keng doirada qatnashgan bu yerda Sharq Turkiston Milliy Kengashini 11. ayda Germaniyada chaqirdiganligining uchurini berdi. Buni xabar qilib qo'yay. Yana Dolqun İsa Efendim eng oxirida masalan tunogin Dünya Qurultayı raislar yig'inida ba'zi qarorlarning boshqa e'linganligini his qildim. Bilmasdan bu yoshlar Dünya Uyg'ur yoshlari uchrashishi shu o'xshash mazgillarda parallel alda Germaniyada berilganligi ve Dünya Uyg'ur Qurultayı icra komitetining kengaytirilgan yig'inining yana o'xshash parallel alda Germaniyada o'tkazilganligi haqida bir qaror e'landi. Shunday deyman. Şundağa, çünkü bizdeki vaziyet şunu taqozo qilyapti. Qo'ldan keladigan har xil harakatlarni ishga solishimiz kerak. Bir kundan bo'sh o'tkazishga, bir kundan o'rinsiz ushaq talash sarf qiladigan vaqtimiz yo'q hozir. Shuning uchun biz tunugin yig'inni 2da tugatdik, 4da 5da Myunxga yetib keldik. Kiplam 6da biz raislar yig'inini chaqirib, endi qanday qilamiz deydigan muzokara qildik. Degandagidek buningga çünkü hozir dunyoning hamma yerida yoshlarimiz jang var bo'ladi. Ama biraz tarqaq, o'xshash bo'lmagan bularning hammasini bir yig'ib, ularga bir sorun hazırlaşmamız gerek. Shuning uchun 11. ayda o'xshash şekilde şu Sharq Turkiston Milliy Kengashni ham chaqirish, hem elbette bizden bu icra ettiğin yığını çağırış, kurultay nizamnamesi için belirlenen 6 ayda bir katım çağırımız. Yani biz 4. ayının ahırı Brüksel'de çağırgan, bir 11. ayda 2. katımda icra ettiğin yığını çağırdık. Bizim planda boğan neyse bunun bilen koşup bizim şu yaşlarını, bütün dünyanın hem yaşlarının ki yaş rehberlerini, yaş faaliyetçilerini kılıp ulağını mı özür birbirinden tanışıdan, kandak hemkarlaşıdan bir munberi hazırlayıp demekçiyim. Umu buludu bir yerde. Onun deyken biz bütün yurttaşlarımızla şu vakitte şu Myunx'a teklif kılıp biz bunun 3-4 ay ilgili bir istiklal marşı
mukofoti Sharq Turkiston istiqlol marshi mukofot tuzumini yo'l qo'yib, uning maxsus tarafsiz bir komit tashkil qilib, ular ishlayapti uniki. Uni mukofotlash shu orqali Cumhuriyet günimizni birga xotirlash qatorliq mishna bir qator faoliyatlarni o'tkazishni biz qurultay ijro hay'ati yig'inida muzokara qildik. Rahmat Dolqunay efendim. Hem de ahırda ben şunu mezkatip koyayım. Biz Dünya Uyg'ur Qurultayı buluş süpütümüzden mayli kollektiv aldı olsun veya ki yakka aldı yapırıvatkan Xitay karşı narazılık faaliyetlerini namayış degendek yapırıvatkan yaşlarımızga bo'lgan o'zimizning qo'llashini, himayasini va ularning yapırıvatkan fedakorligiga bo'lgan taqdirimizni ifodalash uchunmi bu bir oyning yog'i Gollandiyada maxsus yolg'iz kishilik namoyish yapırıvatkan ya da vatanperver inimiz ya da Abdurrahim inimizdimi biz Dünya Uyg'ur Qurultayı Dolqun Asa başçılığındaki 5 kişilik Dünya Uyg'ur Qurultayı heyetiga bunu qo'shib Abdurrahim inimizdimi bu qatimki irqiy ayrımcılık qarshi turish yig'iniga qatnashtirdik. Buni bu yerda bir eslatib qo'y. Hurmatli Dolqun Asa efendim, o'taydan vaqtingizni chiqarib bergan bu tafsiliyatga oid yaxshi ma'lumotingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman va Dünya Uyg'ur Qurultayıning bundan keyingi xizmatlariga muvaffaqiyat tilayman. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, bugungi suhbat programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Keyingi qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishishgacha omon bo'ling. Xayr xo'sh.